bir vaqtni, bir bandani, bir ir kishini zo'r bir darajadagi, yuqori darajadagi jannatga ko'targandan so'ng bu kishi g'ajablanib so'ray ekan. Ni uchun mening izgiliklarimda yo'q bo'lg'ay? Onun kadar ko'p amal g'ibodatda qilmadim bo'lg'ay? Ni uchun shul qadar darajadagi jannatga men erishdim degandan so'ng anga javob etib aytganlardi. Sening balalaringning duosi bo'lganga, balalaring sening uchun duo qilganga, sening gunohlaringni g'afur qiluvni so'rab, qo'llarini duoga ko'tarib Alloh Robbimizdan yalvarganga ko'ra, Alloh taolo seni shunday zo'r darajadagi jannatga erishtirdi deganlar. Albatta azizin kardeşlerim, biz bu dünyadagına balalarımızna yaxşı terbiye berip tugil, biz ahiret dünyasına köçkenden soň duo qiluvchi, mehribonli, shafqatli, ajr savobchi balalar da terbiyelerge tiyişlibiz. Biz o'zimizgina islom dinini tutib, İslam dininde yaşayıp, amel kılıp, g'ibadat kılıp tugil, endi balalarımızını da şu yolga indep, iretip, anlatıp kaldırsak idi. Özümüzden soň bir basqıçka gına bulsa da yugarırak, bir basqıçka gına bulsa da derecelerek buğun terbiyelerge Allahu Teala nasiplardan eylese idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.